Inson o'ziga yarashadigan libosni aniqlash uchun nimalar qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'rib bilib oling. Birinchisi, eng muhimi figurani aniqlash. O'zingizni tana tuzilishingizni bilib oling. Qum soat, ya'ni beli ingichka, nok, ya'ni bo'ksasi keng, yelkasi kengaygan yoki to'lacha olma va to'g'ri. Figurangizni bilganingizdan keyin qaysi joyingizni ta'kidlash va qaysi qismingizni yumshatish kerakligini tushunib olasiz. Ikkinchisi, rang tipini aniqlash. Tana rangingiz, ko'z va soch ranglariga qarab o'zingizga mos palitra ranglarini tanlang. Bu rang yuzni ochadi yoki xira qiladi. Buni oynada solishtirib, ko'rib bilib olishingiz mumkin. Uchinchisi, bo'y va proporsiyani hisobga olish. Past bo'yli ayollarga tik chiziqlar va bir xil rangda, ya'ni monoxrom rangda kiyinib yurish bo'yni balandroq ko'rsatadi. Baland bo'yli ayollarga qisqa fasonlar ham, uzun liboslar ham to'g'ri keladi. To'rtinchisi, xarakter va turmush tarzini inobatga olish. Agar siz jiddiy va faol muhitda yursangiz, sizga klassika, erkin ijodkorlik muhiti uchun sizga yumshoq va erkin fasonlar yarashadi. Beshinchisi, eng muhimi analiz qilish. Turli xildagi fasondagi liboslarni kiyib ko'ring va oynada yoki rasmga olib o'zingizni tashqaridan kuzating. Qaysi fason sizga ko'proq yarashadi, qaysi fason figurani kamchiliklarini ko'rsatib qo'yadi. Qaysi libosda o'zingizni erkin va ishonchli his qilasiz, o'sha libos sizga mos. Asosiy qoida libos sizni berkitib qo'ymasligi, balki o'zligingizni ochib berish kerak.